Keling hozir siz bilan diagnostika qilamiz. Bel aylaningiz 80 santimetrdan yuqorimi? Bo'yningizda, tizi tirsagingizda qorayishlar, bo'yinda papillomalar bormi? Agar shu sanab o'tganlarimdan bir donasi bo'ladigan bo'lsa ham, aniq sizda gormonlaringizda buzilishlar bor va bu gormonlaringizni to'g'rilamagunizcha sizda hech qachon ozish jarayoni boshlanmaydi. Men ismim Barno Suleymanova, 9 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor diyetologman. Hozirgi kungacha 30 mingdan ortiq insonlarni 5 kilogramdan 70 kilogramgacha sifatli, sog'lom va tarang ozishligiga sababchi bo'lib kelyapman. Agar sizda ham shu muammoni bezovta qilayotgan bo'lsa, aynan sizni 3 kunlik oson ozib, qayta semirmaslik sirlari deb nomlangan bepul onlayn master-klassimga taklif qilaman. Master-klassda sizni bepulga diagnostika qilaman. Semizligingizni keltirib chiqarayotgan muammoni ildizi bilan hal qilib, qayta semirmasdan ozishni barcha sirlarini o'rgataman. Eslatib o'taman, master-klass mutlaqo bepul, faqatgina vaqt chegaralangan. Shu sababdan hoziroq pastki tugmani bosib, ro'yxatdan o'ting.